Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Harom taomlar taqdim qilinadigan restoranlarda ovqat yesa bo'ladimi degan savol bo'lyapti. Masalan, bir xil restoranlarda aroq taqdim qilinadi va cho'chqa go'shtimi, har qanday harom narsalar taqdim qilinadi. O'shanaqa joylarga bir inson kirib, musulmon inson halol taomini yeyman desa bo'ladimi, yo'qmi? Bu narsa joiz emas. Bir necha sabablar bor, dalillar bor joiz emasligiga. Ya'ni agarcha halol ovqat yeyman desa ham joiz emas. Birinchidan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda aytgan: "Faqad nazala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum innakum idhan mithluhum." Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda sizlarga kitobda oyat nozil qildi deydi. Qayerdaki Allohning oyatlariga kofir bo'linib, u yerda uni istehzo qilinayotganini ko'rsanglar, ular bilan birga o'tirmanglar, o'tirsanglar sizlar ham o'shalarning biridirsizlar deydi. O'shalarning mislidirsizlar deydi. Agar endi bir inson ochiqchasiga Alloh harom deb qo'ygan to'ng'iz yeyiladigan joyda bir o'tirib olsa, men ham ovqat yeyapman deb, ochiqchasiga xamir ichadigan bir joyda o'tirib olsa, men ham ovqat yeyapman deb, bu Allohning oyatlariga ochiqcha kofir bo'linayotgan joyda o'tirib olgan bo'ladi. Yuqoridagi oyatga tushadi. Natijada innakum izan mithluhum deganiga o'xshab qoladi. Sizlar ham o'shalarning misldek bo'lib qolasizlar deydi. Sizlar ham o'shalarning misldek bo'lib qolasizlar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun ham aslida man jama'al mushrika aw sakana ma'ahu fa huwa mithluhu deganlar. Kim bir mushrik bilan bir joyda jamlanib o'tirsa, u bilan bir joyda birga yashasa, uni o'shaning misli bo'lib qoladi deganlar. Ya'ni u bilan mushrik bo'lib qolmasa ham, lekin o'shaning mislidek gunohkor bo'lib qoladi deganlar. Inson bu yerda ular bilan birga o'tirib ovqat yeganda, ular ochiqchasiga harom narsani yeyotganda, ochiqchasiga harom narsani ichayotganda unga qarab o'tiradi. Hech borib unga inkor qila olmaydi. Hech bo'lmasa so'zi bilan ham inkor qila olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kim sizlardan bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin deganlar. Fa illam yastati fa bilisani. Agar qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgartirsin deganlar. Kim bor ularga sen aroq ichma deyoladi. Kim bor ularga sen to'ng'iz go'shtidan yema deyoladi. Qo'l bilan o'zgartirish nari tursin, tili bilan kim aytoladi? Rasululloh aytganlarki: "Fa illam yastati", unga qodir bo'lmasa, fa bi qalbi, qalbi bilan o'zgartirsin deganlar. Qalb bilan o'zgartirishning ma'nosi shuki, o'sha yerdan turib chiqib ketish deyiladi. Yuqorida oyatda aytganimizdek, qalbimda yomon ko'ryapman deb o'tiravermaydi odam, ya'ni. U qalbda yomon ko'rishlik esa uni ham Rasululloh iymonning eng zaifi shu deganlar. Inson iymonning eng zaifini o'ziga ravo ko'rmasligi kerak. U yerdan kamida turib ketish kerak, ya'ni. Endi agar o'sha qalbidan ham o'zgartirmasa, odatda shunaqa qorni och bo'lib oshxonaga kirgan odam birov bilan ishi yo'q, o'zining ovqatini yeyib ketadi, qalbi bilan ham o'zgartirmaydi. Uni Rasululloh aytganlarki hadisda: "Valaysa wara'a zalika mithqala habati khardalin min iymon." Uni ortida esa xardal donchalik ham iymon yo'q deganlar. Qalbida ham o'zgartirmasa. Inson bu narsada qo'rqish kerak, ya'ni ogoh bo'lish kerak. Bu hazilakam gap emas. Alloh oyatlariga harom degan narsasiga oshiqcha isyon bo'layotgan joyda. Masalan, xamir to'g'risida kelgan. Xamir ichgan joyga Allohning la'nati yog'ilishligi. Asarlarda kelgan. Bu dalolat qiladiki, u yerda o'tirgan hamma bo'sha la'nati yog'iladi. Ajratib o'tirmaydi. Alloh taolo oyatda shuning uchun aytgan: "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum xossa." Fitnadan qo'rqinglar, ular faqat sizlardan zolim bo'lganlargagina kelmaydi degan. Ya'ni hammaga bir xil keladi, o'sha yerda turganlarga. Mana Alloh Lut qavmini halok qildi. Lut qavmiga qo'shib, Lut alayhisalomning xotinini ham halok qildi. Nima uchun? Lut alayhisalomning xotini u ishni qilmasdi. Lekin o'shalar bilan birga edi. Hammasi bir yo'la halok bo'ldi shuning uchun. Ularda ayoli-yu, erkagi-yu, bolasi-yu, kattasi hammasi shu ishni qilgani, qilmagani o'sha yerda birga o'tirgani uchun hammasi birga halok bo'ldi. Alloh uni ibrat qilib bizga qoldirdi ham. Hozirgacha masalan kavlab o'shalarni qotib qolgan suyaklarini topishyapti. Hammasi bir yo'la suyak bo'lib qotgan. Haqiqatda yoshi bormi, kattasi bormi, ayol bormi, erkagi bormi, o'sha Lut qavmi yashagan yerlardan shunaqangi qoldiqlar topilyapti. Hammasi bir yo'la halok bo'lgan. Inson shunaqa holatdan qo'rqish kerak. Allohga osib bo'linayotgan o'rinda Allohning balosi kelsa hammaga bir yo'la keladi. Ajratib o'tirmaydi, bu mo'min ekan, bu kofir ekan deb. Ya'ni o'shalarda safida qiyomatda keyin inson tirilib chiqadi. Man mata ala shay'in yub'athu alayhi hadisda aytganlarda, kim nimani ustida o'lsa o'shanaqa holda tiriladi deganlar. O'sha gara kofirlarning ichida oshxonasida tirilishdi, inson mo'minman degan odam o'ziga ravo ko'rmasin. Bu bir jihatdan. Ikkinchi jihatdan ularda idish tovoqlari. Sizga halol taomni olib kelgan taqdirda ham avvalasi unga ishonib bo'lmaydi. Chunki masalan kimdir o'ylashi mumkinki, bu to'ng'iz go'shti yoki spirt degan narsalar
ularda faqat o'zinigina inson iste'mol qilmasligi kerak. Yo'q, u o'shanga qo'shilgan narsa bo'ladimi, o'sha bilan birga qo'shilib pishirilgan narsa bo'ladimi, uni farqi yo'q. Hammasi o'shalar. Alloh subhanahu va taolo xamir haqida aytadi, fajtanibuh deydi. Undan uzoqlashinglar deydi. Ya'ni u mutlaqo uzoqlanish kerak. Aroq ichilinadigan narsadan ham va shunaqa harom narsalardan ham uzoqlashish kerak. U mutlaqo foydalanilmasligi kerak. Ba'zi hadislarda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la tastamilu ina al-mushrikin. Mushriklarning idish tovog'ini ishlatmanglar deganlar. Illa alla tajidu ghayraha. Agar boshqasini topmasanglar, yo'qolgan bo'lsa, boshqa idish yo'q bo'lsa, yuvib ishlatinglar degan. Kimga kafolat beradi? Ular oshxonasida har bir ovqatdan keyin uni necha marta yuvyapti, qanaqa qilib yuvyapti, qanaqa qilib tozalayapti, unga hech kim kafolat bermaydi. U holatlar shubha ustiga shubha bo'lib haromga aylanib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil harom." Kim shubhali ishlarga tushsa, haromga tushibdi deganlar. Shubhali ishlarga tushishlik haromga tushishlik bilan barobar. Bu bir jihatdan. Yana bir jihatdan haromligi, bir musulmonman degan odam, xususan odamlar ichida bir namuna bo'lgan, o'rnak bo'lgan bir musulmon odam, ularda shu restoranlarga kirib ovqat yesa, u halol ovqatni yeyotgan bo'lsa ham, tashqaridan ko'rgan avom musulmonlar, chala musulmonlar, ha shu restoranda mana musulmonman deb, mana mulla deydi o'zimiz tilda aytganda, mana mulla shundan ovqat yeyibdi, biz yeveramiz, nima bo'pti ekan deydi. Mana mullalar yeb yuribdi shu yerdan. Mana shu domlalar yeb yuribdi shu yerdan. Biz shundan yeveramiz deb ular kirib xohlagan narsasini yeb chiqishi mumkin. U ajratib o'tirmaydi. Bunga ham o'sha odam sababchi bo'lib qoladi. Odamlarga o'rnak bo'lib, o'shalarga qo'shimcha bo'lgan, o'shalarga namuna bo'lgan odam sabab bo'lib qoladi. Mana shu jihatdan yomonliklari ko'p. Shuning uchun musulmon inson unaqa restoranlarda ovqat yemasligi kerak. Bu ba'zi misollar xolos, men aytgan hozirgi dalillar, gaplar. Uni boshqa jihatdan haromlik yo'llari ham ko'p. Ya'ni masalan, harom taom pishirayotgan odamlarni eshigiga rivoj qo'shish, bu ham aslida joiz emas. Ularda ya'ni cho'chqa go'shti beryaptimi yoki xamir taqdim qilyaptimi, nima bo'lsa ham o'shalarda shu ijro bo'layotgan ishlariga hissa qo'shib, unga qo'shimcha daromad hosil qilish, bular hammasi bundan qo'shimcha sabablar bilan taqozo qiladiki, ularda restoranlarda ovqat yeb bo'lmaydi. U inson ya'ni ochidan o'lganligi yo'q, ochidan o'laydigan hol bo'lsa, zarurat holati bo'lsagina bu holatda yeyiladi. Alhamdulillah, lekin unaqa holat bor deb o'ylamaymiz. Allohu alam.